Qolyog'ochdan qamchiqilar otqilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Qolyog'ochdan Rostda xursand bo'ldi. Udu. Ha? Uka olib keling. Adam bashi og'ishtirib tashlayaptilar, boru. Agar hovuz to'xtatmasak, oxiri yomon bo'lardi. Mahalladagi qo'shnilar gap tuzib tashadi. Gap so'z qilsa ko'rsin, avvalgilar 80 boy, 90 boy deganlari bo'lgan. Nima Sen Svet o'shdimi? Qolyog'ochdan qamchiqilar otqilar. Dadasini yomon Chonga tegdilar, boru. Hozir o'g'lim ukamdan katta. Nimadir qilmasa bo'lmaydi. Real, gapirlar adamga. Aka, odamlar realni to'xtatayli. Qaysi bir? Voy Kozim. Qazimni olib kel, qazimni. Ha, Qazan tashib olganman deyman. qanaqa qildingman? Bu jinni adam o'zlari bizani aldayotdi-ku bu oxirgisida. Qaysi biring bo'lsa ham podavorga tushib damlamanni olib chiqib ber. Bir ichinglik quvvat bo'lsin. Onasi. Mana shu damlamasini yo'qotib olishim kerak. Qolyog'ochdan qamchiqilar otqilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Shoxob, menga qara, asalni olasan, ichiga yong'oq qo'shasan, qorong'onaga qo'yib qo'yasan. Keyin yeyman, ha? Yo'q, buni olib kelgani xotiningni jo'natasan. Qorong'onaga. Xotinim olib kelar, keyin yeyman. Voy yo'q, yemaysan, orqasidan borasan xotiningning orqasidan. Keyin yeymanmi xatiyaba? Yo'q, yemaysan, gap asalda emas, gap qorong'ixonada. Asal prosta lavuchga jo'natsanmi? Hey, endi men hammani qutqaraman. Qarab turib. Yaxshilab ahamiyat bermadilaringmi? Uyda svet o'chib qolibdi. Bunga bizani sifatsiz, ichirib ketgan, irib ketgan kabellarimiz sababchi. Ana endi o'sha kabellarni artikul kabellarga alishtiramiz. Chunki bu toza emas, elektrni yaxshi o'tkazadi, qo'lbola emas, davlat standartlariga javob beradi. Keyin yonmaydigan qobiqqa ega, sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. Har bir metri tekshiruvdan o'tkazilgan. Ana endi biz qutqarilganlar. Assalomu alaykum. Ko'rdingmi? Zo'r etdingiz. Bugun qo'yib berasizmi? Montaj yubordi. Adam qanilar? Sanatoriya ketganlar. Voy. Onamchi? Birgalar. Qolyog'ochdan qamchiqilar otqilar. Dadasini yomon desang dod qilar.